Hozirgi xonadonimiz, siz bilan ko'rib chiqadigan xonadonimiz Yormozorning boshlanishi, Boltako'lning tugashida, eski Farg'ona yo'lida Dash mahalla deyiladi, aka. Dash mahallani hamma biladi. 7 sotiklik 6 ta xonasi bilan sizlar bilan bitta video obzorni ko'rib chiqamiz. 7 sotiklik xonadonimiz aka, hamma sharoitlari bilan, gaz, suv, svetlaridan bitta bilasiz aka. Umuman muammo sezmaysiz. Xo'p, mana bu asosiy eshikdan kirishimizga bitta yopiq garaji bor, bitta mashina bemalol sig'adi. Kirishimizga mana o'ng qo'lda bir xona korobka holatida o'zingiz kelib bitta remontini qilib olasiz, korobka holatida bor. Shunda 6 ta xonasi remont tayyor, yashashga tayyor. Plus bu bir xona bo'lyapti. Bunisi korobka holatida. Plastik romlarni qo'yilgan. Mana bu tomonda zeleniy zonaga joyi bor. Qo'shimcha qurilish qilaman desam, orqa tomonda hovlisi bor. Suvlari, kachalkalarigacha tushirib qo'yilgan. Shuni kelasiz aka. Ozgina kosmetik remont qilib, o'zingizga moslab, chiroyli qilib yashashni boshlaysiz. Orqa tomonda, tashqi tomondan hojatxonasi bor. Mol qo'ylarga, chorvachilikka ham yetarlicha joy bor. Xo'p, keldik mana asosiy eshikdan kirishimizga chap qo'l tomonda bitta mana xonasi. Bitta aka, oilaviy o'tiradigan bitta joy qilsiz. Tayyor mana supalargacha qilib qo'yishdi, aboylarni yopishtirib. Bunisini oshxona qilsangiz aka. Bunisi oshxona. Mana bunisini endi bitta zal qilib qo'yasiz. Bunisi ham bitta foydalanish uchun bitta xona aka. Mana chiqishimizga bu tomonini, bu ham bitta katta bitta xona aka. Bunisini xolen detskiy qiling aka, xolen spanniy qiling. Bu ham bitta katta xona. Isitish sistemalarini, mana radiatorlarni qo'yib qo'yilgan. Gazdan umuman muammo sezmaysiz aka, bitta. Plastik romlarni qo'yilgan, akfa eshiklarni qo'yilgan. Xo'p, mana endi bunisida yana bitta xonasi aka. Mana bu yerda bitta katta xona. Tayyor radiatorlargacha qo'yib qo'yilgan. Bunisida mana yerda yana bitta xonasi bor ekan. Mana bu yerda tayyor xona. Buni ham aboylarni yopishtirilgan, mana radiatorlarni qo'yilgan, pollari qilingan. Shuni kelasiz, kiyim-kechingizni olib kelasiz, ozgina remont qilib yashashni boshlayverasiz. Endi mana bu spalniyimizning ichida o'zini sanuzeli bilan razdelni alohida bunisi vanna xonasi, dushovoy kabinkasi, bunisi mana hojatxonasi. Endi mana bu yerdan mana kotyollarni qo'yib qo'yilgan ekan. Tayyor. Bu xonadonimiz 7 sotikdan iborat, 6 ta xonasi bor, eshigin tagida, korobka holatida, plus bir xona mehmonxonasi ham bor. Xo'p, gaz, suv, svetlaridan umuman muammo sezmaysiz aka. Remontlari yaxshi, ozgina kosmetik remont qilib, kelib yashashingiz bo'laveradi. Xo'p, narxini 59 mingga baholashdi. Aka, bitta kelib ko'ring, ustida ko'rsangiz, narxni arzon qilib tushib beradigan joy bor.